Assalomu alaykum. Ekraningizda kulgili hayvonlar yo'nalishi. Siz hozir aynan shu yo'nalishda kanal ochib pul ishlayotgan shogirdimizni o'zini shaxsiy fikrlarini eshitasiz. Assalomu alaykum barchaga. Yaxshimisizlar? Xayrli kech. Bu mani kanalimni statistikasi. Общий просмотр 328 ming, 22 ming soat yig'ilgan, подписчик 1400 подписчик yig'ilgan. Kanal monetga ulanganiga 3 kun bo'ldi. Shu 3 kun ichida 23-22 dollar ishlab topdi kanal. Funny Animals yo'nalishida kanal yurityapman. Bu kanalni Islomjon Yoqubov do'stimizni yopiq kanalga qo'shilib, o'sha yerda videolarni ko'rib, darsliklarni ko'rib, tushunmagan joylarimizni Telegramda, lichkada gaplashib deganday shunaqa qilib yuritib kelyapman. Xudo xohlasa, hozircha boshlanishiga yomon emas. 3 kunlik kanal uchun menimcha normalniy natija 23 dollar. Ko'pchilik bu yo'nalishda kanal monetga ulanmaydi yoki qiyin deb aytishi mumkin, lekin men bu kanalni 63 kun oldin ochgan bo'lsam, 63 kun oldin birinchi videomni yuklaganman. Shu paytgacha lekin hech qanaqa strayk kelmagan menga, chunki video yuklagan paytda o'zi YouTube ogohlantiradi, ya'ni avtorskiy prava degan yozuv chiqadi agar avtorskiyga bog'liq muammo bo'lsa videoda. O'shanda YouTube studioga kirib, o'sha yerda muammoni bartaraf etib yopishga bo'ladi. O'zini qonun qoidalari bilan ishlasangiz hech qanaqa muammo bo'lmaydi, aytmoqchi bo'lganim shu. Endi 48 soatlik prosmotri 35923 prosmotr bo'lgan. Kanalning nomini uni ko'rsata olmayman, hamma tushunadi. Aytmoqchi bo'lganim shulardan iborat. Hammaga rahmat. Sog' bo'lasizlar. Assalomu alaykum barchaga. Qandaysizlar? Yaxshimisizlar? Hormanglar. Bu mani kanalimning statistika bo'limi. Kanal 188.56 dollar pul ishlagan. Bu kanalni men bir haftacha oldin Islomjon Yoqubov do'stimiz uchun obzor qilib bergandim. Kanal monetga ulanganiga 12 kun bo'lgan bo'lsa, shu paytgacha ko'rib turganlaringdek mana shuncha summa pul ishlagan. RPM monetga ulangan paytda RPM menimcha 0.17 sent bo'lgandi. Hozirgi kunda 0.5 dollarga ko'tarildi. Menimcha bu 1 dollarga ham ko'tariladi vaqt o'tishi bilan. O'chib qolmoqchi. Shunaqa do'stlar, harakat qilsanglar hamma narsani iloji bo'ladi. Kuniga bu kanal 11 ming, 13 ming, 15 ming prosmotr bo'lyapti. Boshqa nimani aytamiz bu yerda? Dohod degan joyga kirib ko'ramiz. Mana kanal 18-sentyabrda 0.82 dollar ishlagan. Keyin 22 dollar, 36 dollar. Eng ko'pi bir kunda 20-sentyabr kuni pul ishlagan ekan, ya'ni 36 dollar pul ishlagan. Undan keyin statistika tushgan. Shu bilan hozir endi kuniga 2 ta videodan yuklashni boshladim. Astoydil mehnat qilib, mehr berib deydi-ku. Shunaqa qilib ishlayapmiz. Xudo xohlasa bu kanalni hamma narsasi AdSense ham, o'sha hisoblari ham, swipshotlari ham hammasi tayyor, o'zim tayyorlab qo'yganman. Endi faqat pin kod kelishi kerak. Pin kodni jo'natdik deganiga ham mana 3-4 kun bo'lib qoldi. Xudo xohlasa u ham keladi ungacha. Kanal pul ishlayveradi, biz mehnatni qilaveramiz. Shunaqa do'stlar, hammaga omad. Akamiz aynan mana shu obzorni menga tashlab berganidan so'ng 10 kun ham o'tar o'tmas 6-oktyabr kuni AdSense'dan pin kod kelibdi. Va endi ushbu akamizni albatta tabriklasak bo'ladi. Chunki pin kod keldimi, pul yetishdi bu yog'iga muammo bo'lmaydi. Agarda siz ham xuddi shu yo'nalishga qiziqqan bo'lsangiz, nima qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, bizda allaqachon darsliklar bor va kanal ochib berish xizmati ham mavjud.
Bizda Funny Animals yo'nalishi birinchi bo'lib chiqqan, birinchi bo'lib targ'ib qilishni boshlaganmiz. Endi esa ushbu darslikni prosta bonusiga olib, siz xuddi shu yo'nalishda pro darajadagi kanalni ham ochtirib olishingiz mumkin. Buni narxi 149 ming so'm. Siz kanalni ochtirasiz, sozlatasiz, dizayn qismlarigacha tayyorlatasiz va Yevropa hamda Amerikan raqamlari bilan tasdiqlash joyini o'zingiz tasdiqlash o'rniga bizga tasdiqlatasiz. Yoningizdan pul sarflamaysiz. Ham sizda darslik bo'lyapti, ham kanal ochish xizmatidan foydalanyapsiz. Bularning barchasining narxi atigi 149 ming so'm. Xuddi shunaqa imkoniyat boshqa bo'lmasligi mumkin. Zo'r imkoniyatdan foydalanib qoling. Bizni topish uchun shunchaki opisiyaga o'ting va havola orqali Telegram kanalimizga qo'shilib qo'ying yoki shunchaki qidiruv bo'limiga Telegramdan o'tib Islom Yoqubov deb yozing.